Tushda finjon ko'rishning ta'birlari. Toza va chiroyli finjon hayotingizda omad, xotirjamlik va farovonlikka ishora. Bu yangi do'stlik yoki yoqimli uchrashuvdan darak berishi mumkin. Choy yoki qahva bilan to'ldirilgan finjon mehmon do'stlik, yaxshi xabar yoki baxtli lahzalar kelishini anglatadi. Agar choy yoki qahva juda shirin bo'lsa, quvonchli voqea, achchiq bo'lsa, hayotda ozgina og'irlik bo'lishi mumkin. Bo'sh finjon kutilayotgan imkoniyatlar, lekin hali amalga oshmagan rejalar ramzi bo'lishi mumkin. Siniq yoki yorug' finjon ogohlantiruvchi belgi. Bu yaqin odam bilan tushunmovchilik bo'lishini anglatishi mumkin. Finjondan ichish, hayotdan zavq olish yoki kutilmagan sovg'a, ma'naviy boylikka erishish belgisi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.